nomidan G'ijduvon tumaniga topshiraman. Men Jumayev Jonibek Ravshanovich G'ijduvon tumani o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi faxriy bayrog'ini G'ijduvon tumani nomidan rasman qabul qilaman. Arsaklarimiz. Bayram. Muhtaram prezidentimizning salomlarini olib keldik. Azizlar, bu yil bayrog'imizga atalgan bayram o'zgacha shukuhda bo'lyapti, kuzatib borayotgandirsiz. Respublika Ma'naviyat Ma'rifat markazi ancha oylar oldin bayroq estafetasini g'oyasini ishlab chiqdi. Ayni damda mamlakatning butun nigohi G'ijduvonga qaragan. G'arbiy yo'nalish bugun G'ijduvon shahri aholisi hokimiyatni faxriy bayroqni qabul qilib oldi. Ushbu bayroq Mo'ynoqda yo'lga chiqqan. 8-noyabr kuni Mo'ynoq tumani hokimi shaxsan kutib olgan. Mo'ynoqdan keyin Qo'ng'irot, Shumanay, Qonliko'l, Xo'jayli, Nukus, Amudaryo kabi 7 ta tumandan, shundan keyin Xorazm viloyati 2 kun davomida bayroqni boshlari uzra ko'tarib, butun O'zbekistonga, butun dunyoga, eng asosiysi hurmatli prezidentimizga bayroqqa bo'lgan ishonchni, bayroq oldidagi birdamlikni ko'rsatib keldilar. Va bugun ko'rib turibsiz, kecha Buxoro viloyatiga kirib kelgan faxriy bayroq bugun aynan G'ijduvon ostonasida turibdi. G'ijduvonning markazida turibdi. Janub yo'nalishida yo'lga chiqqan Surxondaryodagi bayroq 3 kun u yerda tog', ko'l, cho'llarda, u yerdagi hududlarda yurib Qashqadaryoga o'tdi va bugun Samarqand ayni damda siz bilan bayroqni tashkil qilish bo'yicha bellashmoqda. Buni ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyani kuzatib kelishingiz mumkin. Va bizni sharqiy yo'nalishimiz bayrog'imiz Andijondan boshlangan edi. Andijon viloyatida 2 kun Farg'ona, mana bugun Namangan bayroqni qabul qilish arafasida turibdi. Buni ham siz kuzatib kelyapsiz. Lekin bir jihatga e'tibor berishingizni iltimos qilgan bo'lar edim. Ushbu bayroq estafetasi 3 yo'nalishda markaz sari safar qilayotgan bo'lsa, 18-noyabr kuni markaz kutib olishga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa, respublikamizda 209 ta tuman bo'ladigan bo'lsa, barchasiga bayroqni bayroqdori bo'lish, ushbu estafeta bayrog'ining rasmiy bayrog'iga kirib kelish nasib qilgan edi. Qaysi tumanlarga nasib qildi? Biz ishchi guruh ishni boshlaganda har bir viloyat bilan gaplashdik, har bir tuman bilan gaplashdik. Deyarli hamma tuman kurashdi. Bizdan o'tsin, yo'q bizdan o'tsin, biz kutib olamiz. Biz qayerga urg'u berdik? Birinchidan, qayerda yangi O'zbekistonning nafasi, yangi O'zbekistonning islohotlari eng ko'p ko'rilyapti. Qayerda aholining yutug'i baland, qayerda sport sohasida yutuqlar baland, qayerda bayroqni qolganlarga nisbatan eng ko'proq yaxshi ko'radi. Shu jihatlar bo'yicha kurash bo'ldi. Albatta tumaningiz hokimiyati bular ichida eng ilg'orlaridan bo'ldi va tuman rahbariyatining
qat'iyati bilan, harakati bilan azizlar olqishlasangiz bo'ladi. Vatan bayrog'i sizga ham kirib kelish nasib bo'ldi. Ayni daqiqalarda Navoiy viloyati ko'tarinki shukuh bilan tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu bayroq ko'z qorachig'iday asrab avaylab Navoiy viloyatiga yetkazib beriladi. Men bir narsani iltimos qilgan bo'lar edim. Yoshlarimizni ko'ziga boqayapman, aholiga e'tibor beryapman. Ko'pchiligingizdan farqli o'laroq menda yilida 2-3 marta barcha tumanlarni, qishloqlar, shaharlarni aylanish imkoniyati bo'ladi. G'ijduvonga ham bundan 3 oy oldin chamasi kelgan edim. Kelib, qarab, ko'rib ketgan edim. Har safar solishtirish imkoniyati bo'ladi. Har safar aholidan fikr eshitish imkoniyati bo'ladi. G'ijduvonliklar rivojlanishda, g'ijduvonliklar o'z hududiga baraka yog'dirishda va g'ijduvonliklar yil sayin, kun sayin mamlakatda eng yuqori iqtisodiy ko'rsatkichga erishishda bardavom bo'lib kelyapti. Bu bilan ham yana bir bora bayroqdor bo'lganingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman azizlar. Vatanimiz bayrog'i doimo hilpirab tursin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.